Oho! Biz bugün Avrupa'dayız. Jo'gay. Assalamu alaykum tuğanlar. Biz bugün o şahrındağı Eurozavordu biz sizlerge çağıldırıp kırsıtız. Oş Nokat yolunda Devun'un 12'nin marşrutun kenesliğinde Aynazik aşkınasının yanında caygaşkan. Anlıktan biz menen birge bolunlar. Biz sizlerge malumatları alıp vereyiz. Tuğanlar, biz sizlerge Eurozavor jönünde malumatları Avtandil dostumuzdan alıp vereyiz. Assalamu alaikum tuğanlar. Biz sizlerge hazır Eurozavor boyunca to'liq ma'lumot beramiz. Birinchi turlarini chiqarib ko'rsataylik. Hazır данный времяda 10 ga yaqin turlari bor. Mana dеревянный kirpich, mana bıdır kirpich, shuga o'xshaganlar da bu jaqlarda da bor, полный. Anan iki variantda qo'yiladi. Biri bunday tumba bilan qo'yiladi. Bu tayyor boya beton quyib olganlarga. Anan beton quyib, mana tumbadan urgan bo'lsa bag'ati ko'rinadi. Anan bu qazık bilan qo'yiladi. Metri 1,5 metrdan 2 metrgacha qo'yilaveradi. Ha, bu bo'lsa tumba biyikligi 3 metrgacha qo'ysa bo'laveradi. Boya biyiq deb xohlaganlarga shudan qo'yamiz. Anan bu şlapasını da qo'yib beramiz ustiga. Tak, ularning bog'lari 1,5 metrdan boshlanadi, 2,5 metrgacha. Anan o'zi komplektda 2 ga 2 bo'lib qo'yiladi. Tak. Stoyka bilan bahası 3700 so'm. Dostavka, uстановка o'sha 3700 so'm ichida. Anan keyin bunavi tumon bilan qo'yilgani 3800 so'm bo'lib qoladi. Dostavka regionlarga bunday сөйлөшөбүз. Salarka quyavi, je boshqa qilavi onu o'zincha kilet bilan bunday baylanishib chechamiz da. Ana bu yoqda da turlari o'tala ko'p. Kelaverasizlar, telefon qilib chalib сөйлөшөberamiz. Tuğanlar, 21-iqlimda uyingizlarda, yerlerinizlarda Eurozavor menen to'singizlar